Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Dilisi Jaloliddinov FZB kanali. Bugungi videoda biz Muhammad Salohni qo'ldan kelgancha chiroyli holatda full holatga yetkazamiz. Xo'sh, jigarlar, mana bu yerda darvozabonlar sotayotgan vaqtimda sizlarga bir ma'lumotni aytib o'taman. Xo'p, men bu videoda jigarlar, Xudo xohlasa, oxirida bittagina agent ochib ko'ramiz va u agentdan ko'ramiz kim tushadi. Ya'ni hozirda yashil o'yinchilar kelgan va o'sha agentdan yashil o'yinchi qidirib ko'ramiz, to'g'rirog'i. Xo'p, yana bir ma'lumot jigarlar, hozirda men 979 ta obunachiga egaman, mana shu video qo'yilishidan avval albatta. Va men bugunning o'zida, ya'ni 10-yanvar sanasida 1000 ta obunachiga erishadigan bo'lsam, Telegram kanalimda Sezon Pass tekinga obunachilarimdan biriga sovg'a qilib yuboraman. Albatta u yerda savol beriladi va u savolni topganga Sezon Pass sovg'a qilinadi. Xo'sh, biz Muhammad Salohni sotib olyapmiz va Muhammad Salohni endi qo'ldan kelgancha 6 ta 100 chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p. Uni zaxirada birinchi futbolchi qilib olib olamiz. Chunki biz ikkita futbolchi Harry Kane hamda Van Dijkni kuchaytirganimizda adashib ketdik. Mana bu yerda bizda Timberlar bor edi, oldingi safar ochgan agentlarimizdan chiqqan, ularni sotib yubormabman. Bilasiz, o'tgan safar Harry Kane va Van Dijkni zaxirada birinchisi qilib kuchaytirganimda omad kelib, ulardan 5 tadan 100 chiqqandi. Endi Salohni ham shunday zaxiradagi birinchi futbolchi qilib kuchaytirib ko'ramiz. Xo'sh, endi albatta kuchaytirishga o'tib olamiz. Bizda fitness kuchaytirgichlar 120 tacha bor va texnikalar 150 tacha bor. Va birinchi albatta fitness kuchaytirishlar beramiz. Fitness berganimizda sitirga tushdi, ikkita ketma-ket va endi o'ng qanot himoyaviy hujumchi taktikasiga qo'yib olamiz, to'g'riroq hujumkor himoyachi taktikasiga. Va endi yaxshi kuchaytirishlar bo'lmoqda bizda. Mana qanot himoya hujumchisi bo'lganda tepadan 3 ta 100 STR darajasi kerak emas. Tezlik, tezlanish va chidamlilik darajalariga kuchaytirib 3 tadan 100 chiqarib, keyin texnika berib kontrol, zarba va pas darajalaridan 100 chiqarsa, 6 ta 100 chiqarsa ideal bo'ladi Salohdan. Lekin bu imkonsiz daraja, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Xo'p. Salohdan 6 ta 100 chiqarganlar yo'q emas, albatta ko'pchilik 6 ta 100 chiqara olgan. Lekin bu juda ham qiyin. Endi 85 lik darajasidan juda ham qiyin. Lekin hozirda bilasiz, yashil o'yinchilarda 86 lik Salah kelgan, Yamal kelgan, Mbappe kelgan, Dembele, ularning barchasidan 6 tadan 100 chiqarsa bo'ladi. To'g'ri kuchaytira olsa, albatta, hattoki Harry Kane'dan ham 6 ta 100 chiqarsa bo'lar ekan. Xo'p, tepadan 90 tezlik, 95 tezlanish, stamina 93 darajada va STR 76 bo'lib ketgan ekan. Xo'p, STR bizda 80 dan oshmasa juda ideal bo'lardi va qarang, STRga tushganda Breakhorst. Va yana kuchaytirishlarda davom etamiz. Xo'p, tezlik, tezlanish. Tezlik hozircha biroz pastroq bo'lib qolyapti. Har doim Salohni kuchaytirganimda tezlik ancha past bo'lib qoladi. Tezlanish va chidamlilik darajasi 100 bo'lgandan so'ng tezlik 95 lar darajasiga kelib qoladi. Va STR bizda 81 bo'lib qoldi, 82 ham bo'lib ketdi. Bu yomon holat albatta. Staminaga tushdi, Breakhorst. Yaxshi, hozircha tezlik ham yaxshi kuchaymoqda. Tezlikka ko'proq kuchaytirish tushishini talab qilardik, to'g'rirog'i. Tezlikka ko'proq kuchaytirish tushsa bizga yaxshiroq bo'lardi. Hop, yana staminaga nima bo'lsa ham stamina 90 lar bo'lib ketmasin. Hop, bizda fitnesslar kuchaytirgichlarimiz juda ham kam qolmoqda. O'zim men Salohdan oldin Harry Kane'ni full qildim va Haalandni ham kuchaytirmoqchi edim, lekin Haalandni kuchaytirish uncha chiqmayverdi va shu uchun Salohni kuchaytirishga qaror qildim. Hop, tezlik 94 bo'ldi. Stamina 99. Tezlik tezlikka tushganda Breakhorst yaxshi. Va stamina 100, 97 ga 84, 98, 99 juda yaxshi kuchayish va 85 STR va so'nggi kuchaytirishimizda bizda tezlikka tushdi va 300 chiqarib oldik. Endi texnika kuchaytirishlar bilan pastdan ham 300 chiqarishga harakat qilib ko'ramiz Muhammad Salohdan.
Albatta jigarlar, videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman, chunki oxirida men bitta agent ochaman, yana bir marta aytib o'tyapman va bemalol Telegram kanalimga o'tib qo'ysangiz, Telegram kanalimda har kuni deyarli aksiyalar, sovg'alar bo'ladi va albatta Telegram kanalimda har xil ma'lumotlar, rizq haqidagi barcha ma'lumotlar berib boriladi. Xo'p, bizda zarbasi biroz past bo'lib qolmoqda va mana zarba deb turganimizda zarbaga tushmoqda. Kontrol 93, past 94, zarba 91. Hop, Salahning o'zi 93 darajagacha yetib qoldi. 94, 94, 92. Yaxshi, bizga takling darajasiga tushmasa zo'r bo'lardi. Pastga tushmoqda. Hech bo'lmasa pastdan ham bitta iz chiqarsak zo'r bo'lardi Salahdan. Salah 94 bo'ldi. 97 past darajasi va kontrol. Taklingga ko'proq kuchaytirishlar tushdi. Sitri ham ko'payib ketdi. Ha, mayli. Hop, kontrol 95, kontrol. To'g'rog'i, kontrol. Hop, kontrol 96, pas 97, zarba 95, 97, 97, 95. Keyingisida bizga kontrol 98. Yaxshi, bittagina iz chiqaraylik hech bo'lmaganda. So'nggi kuchaytirishimiz pas 97ligicha qolib ketdi. Bizda mana shu holatda agar forum bosadigan bo'lsak, aniq 6 ta 100 va str darajasi ham 90 holatga yetadi. Bu ideal kuchaydi Salah menimcha. 10 tagina strsiga va taklingiga kamroq kuchaytirish tushganda 6 ta 100 aniq chiqarardik. Va endi biz agent ochamiz. Shu uchun agent ochishimiz uchun mana bu yerda o'sha yashil kartali kelgan futbolchilarni hammasini zaxiraga olib olamiz. Barchasini zaxiraga olib olamiz. Bizga kelmagan, yashil karta bo'lmagan futbolchilarni tarkibga qo'yib olamiz. Qolmadi unday futbolchilar va endi agent ochishga o'tib olamiz do'stlar. Hop, qo'ldan kelgancha darvozabonlarni ham tushirib, barchasini bu bir uslub desa ham bo'ladi. Hop, Olmos, yana bir ikkita mayda uslubchalar va bir bosib turib, yana bir, yana va so'nggi kuchaytirishimiz. To'g'rog'i, agentimiz bizda Fransiya bayrog'i, darvozabon, umuman kerak bo'lmagan futbolchi o'tkazib yuboramiz va bizda Chevalier chiqdi. Jigarlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa albatta like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Telegram kanalimga ham o'tib qo'yishni maslahat beraman. Bemalol Dilizxadagi barcha yangiliklar Telegram kanalimda bo'ladi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'ling.